Dasturimiz davom etadi. Har qanday tashkilotning eng katta boyligi inson kapitali hisoblanadi. Davlat boshqaruvining samaradorligi xodimlarning bilim va ko'nikmalari, kasbiy salohiyati, mas'uliyati hamda tashabbuskorligiga bevosita bog'liq. Farg'onada tashkil etilgan seminar-treningda soliq organlarida inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratilmoqda. Soliq qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan seminar-trening respublika bo'yicha hududiy soliq organlarining inson resurslarini rivojlantirish bo'linmalari hamda matbuot xizmatlari mutaxassislarini birlashtirdi. Dastlab HR menejmentining zamonaviy yondashuvlari, tashkilot samaradorligiga erishishda kadrlar strategiyasining o'rni, shuningdek davlat organlarida KPI tizimini joriy etish bo'yicha xalqaro tajribalar muhokama qilindi. Davlat boshqaruv samaradorligini ta'minlashda kadrlarni to'g'ri tanlash, ularni joy-joyiga qo'yish masalasi kunning dolzarb masalasi. Shu nuqtai nazardan hurmatli prezidentimiz tomonidan mana yaqindagina imzolangan 95-sonli farmonda ham soliq idoralarida kadrlar salohiyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilgan. Tizimga halol, professional, kreativ yondashuvga ega yoshlarni jalb qilish, mavjud kadrlarni malakasini oshirish va shu bilan tizimda keskin o'zgarish qilish. Ya'ni bugun ular yangicha formatda ishlash tizimiga o'tish kerak. Xalqaro HR kompaniya ekspertlarini taklif qildikki, ular tomonidan nazariy jihatdan mana shu HR sohasini rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak va buni amaliyot bilan uyg'unlashtirgan holda yangicha bir ishlash tizimini joriy qilishni maqsad qilib olganmiz. Saralashdan samaragacha mavzusidagi seminar-trening davomida amaliy tarzda savol-javoblar orqali o'zaro fikrlar almashildi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yangiliklarni olyapmiz. Xodimlarning oilaviy holatini, ularning sport bilan shug'ullanishini, jamoada ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni to'g'ri tashkil qilish orqali ularning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, yaxshi ishlagan xodimlarni mukofotlarga tavsiya qilish orqali, xorijiy safarlarga jo'natish orqali rag'batlantirish borasida ham ishlar amalga oshirilishi kerakligi haqida mutaxassislardan o'rganyapmiz. Seminarda yosh mutaxassislarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash, kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda bilim va tajriba uzviygligini ta'minlaydigan ustoz-shogird institutini yanada rivojlantirish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi.